Nima bo'ldi? Ishga olishdimi? Yo'q, olishmadi. Patnis bilan stakan berib, mijozlarga xizmat qiling deyishgandi. Bir qadam tashlab, hayajonlanganimdan qo'limdan tushib ketdi. Ha, polpis. Uyda ham bitta ishni eplolmaysan. O'zi kimga o'xshagan bu? Kimga o'xshagan bo'lardi? Senga va seni avlodingga o'xshagan bo'ladi-da. Nimaga menga to'ngaysiz, a? Ha, shkafni yiqitib yuborganda polpis ammam bor edi. O'shanga o'xshaydi deb rosa kuludingiz-ku. Endi bir gapirgan bo'lsam, gapirgandirman-da. Uni buni qo'y. Mana buni nima qilamiz, a? Mana buni nima qilamiz? O'qishga kira olmadi. Ishlasin deb restoranga kirgizib qo'ysak, eplayolmadi endi kim o'tiribdi? Absatlik deb eplayolmasdan. Endi nima qilamiz? Nima qilishni men bilaman. Buningizni erga berish kerak. Erga tegsa yaxshi bo'lib ketadi. Masha ahvolda-ya, turishini qara, 2 kunda qaytib keladi. Ha, qo'yavering, qaynonasi tarbiya qilib oladi. Yo'q. Men o'qishim kerak, karyera qilishim kerak. 18 yildan beri sen tarbiya qila olmagan qaynona qayta tarbiya qiladi buni. Yana men yomonmi? O'zi qachon mendan rozi bo'lgansiz, ha? Men rozi bo'lishim kerak, nima rozi bo'lish? Ahvolimga qarab Oyi, dada, men start programma topdim. Bu 16 yoshdan 22 yoshgacha bo'lgan qizlar uchun xalqaro dastur ekan. O'qish, ish, turar joy, samolyot chiptasi, sug'urta, bu hammasi shuning ichida qo'shilgan ekan. Maoshi $860 dan $1780 ekan. Bu haqiqiy yangi hayot boshlash imkoniyati. Mana menga o'xshaganlar noldan ish boshlashi mumkin ekan. Ariza topshirib testdan o'tsam bo'ldi. Qaysi davlatga borishim ham ko'rsatilar ekan. Bu haqiqiy rasmiy dastur. Xayriyati. Ana endi kalla ishlashni boshlabdi. Galava menga topganda. Ha, bunaqa paytda birdaniga sizga o'xshab qoladi. Uni buni qo'ying, turmushga chiqish nima bo'ladi? Turmushi bir gap bo'lar. O'qigan, ishlagan qiz har doim xaridorgir bo'ladi. Qizim, oyligini 1700 qancha bo'ladi dedingmi? Men ham borsambigin, ha? Borsang bo'ladi-yu, shu ozginagina 25 yilgina kech qoldingda. Xolos.